Assalomu alaykum. Men bugun sizlarga Tinkercad va Arduino'ni ishlatishni texma tafsilroq tushuntirib beraman. Mana biz avval üstüne boshlaylik. Mana biz mushu degan project ya'ni yasagan narsamizning ismi. Biz buni xohlagan ism qo'ya olamiz. Ondan biz buni ko'chirishga, ondan yana quyishga ishlatamiz. Mana ko'rdinglar. O'chirtmoqchi bo'lsak, biz buni bossak bo'ldi. Ondan siz qilgan ishingizni yondirmoqchi bo'lsangiz, siz buni bosasiz. Ishingizni yana oldiga mangizmoqchi bo'lsangiz, siz buni bosasiz. Endi izohatni qo'shish uchun biz buni bosamiz. Mana. İzahat. Ondan biz simning rangini biz mishere o'zgartira olamiz. Kodni kirish uchun biz buni bosamiz. Kodni yapish uchun yana buni bosamiz. Ondan taqlidni boshlash uchun biz buni bosamiz. Endi biz shu components ya'ni narsalarga oid so'zlaylik. Endi Arduino'ni qo'shmoqchi bo'lsak, biz pastga tushib mush yerdan topa olamiz. Ya biz Arduino deb izlasak chiqadi. Mana biz uni tortib mishiga qo'ya olamiz. Endi biz tok yo'l taxtasi qo'shamiz. Tok yo'l taxtasi bek muhim. Mana shu tok yo'l taxtasi. Narsani o'rish uchun biz buni bosishimiz kerak. Mana buni o'rdim. Endi mishaga qarasanglar, mishada shu chekitlarning ustiga kelsam, bunda shu yeshil naqsh chiqyapti-da. Shu yeshil naqshning hammasi bir sim. Ya'ni mushunga tutash. Va mushunga tutash. Qarasanglar, mushuga katod, ya'ni tok mishadan kirishi kerak. Misha minus bo'lgandan keyin mishani tok chiqishi kerak. Qarasanglar, mushuni hammasi tutash. Endi biz mishaga kelsak, qarasak, bir A, bir C bilan tutash. Chunki shu yeshil naqsi bor. Ondan yana o'xshash holda 8B, 8D ga o'xshash. Hammasi bir tutash. Shu yana bir tarafdan o'xshash. Shu 6G, 6J bilan tutash. Ya'ni o'sha bir simniga sizlar ko'rolmaysizlar. Shuni endi sim qo'shmoqchi bo'lsak, biz bir yana besib qo'sha olamiz. Masalan, bundek besib. Mana. Endi sim qo'shdik. Endi mana bu qarshilik. Mana qarshilikni minusga tutashtirib qo'yay. Biz qo'shgan uskunlarning ismini mishere o'zgartira olamiz. Masalan, biz buni qarshilik deb yozaylik. Qarshilik. Endi biz qarshiligini biz misherdan belgilay olamiz. Biz buni 220 ohm qilaylik. 220 ohmni biz eng ko'p ishlatamiz. Endi men bu yerga bir zinnat chiroq qo'shay. Qarasanglar,
anod va katod deb ikki narsa chiqadi. Katod minus bo'ldi. Chunki shu minusga tutashgandan keyin. Anod plus bo'ldi. Mana biz buni bundek qo'ya olamiz. Normalda biz plusning rangini biz qizil qilib, biz minusning rangini qora qilamiz. Endi biz kod qismiga kelaylik. Kodda bassanglar, bir necha xil narsalar chiqadi. Birincisi bu. Biz bunu bassak, her 3 xil kod yazış yolunu göster. Birincisi bloklar bilan yazış. Yani biz bunlarni bloklar deymiz. İkincisi blok va C++ kodi bilan yazış. Yana birisi C++ kodini yazış. Boshqa narsa qo'shmay. Boshlang'ichlar uchun bu tavsiya qilindi. Chunki sizlar bloklarni ko'ra olasizlar. Yandin sizlar C++ kodini ko'ra olasizlar. Yani mishaga qarasanglar, mishada 6 ta narsa turdi. Shu 6si qaysi bloklarga qo'shsalar, shu mishada yoziqlar. Masalan, birincisi output, yani chiqarish. İkincisi input, yani nim kirdi. Üçüncüsü izohat. Yani shu kod nim qildi deb yozishga lozim bo'ldi. O'sha xohlagan narsa yozsanglar, o'sha o'xshash kodlar chiqadi. Ondan sizlar kod ishlatmaydigan kodni mishaga kelib aqlatuni tashlab olasizlar. Ya sizlar mishaga kelib tashlab olasizlar. Üçüncüsü kontrol. Yani mishada qancha saqlaysiz, boshlaganda nima qilsiz, nimni qancha qatim takrorlaysiz, hamma narsa mishada bo'ldi. Mishada qancha qatim bu bo'lsa nima bo'ldi, biz ashuni mishada yozamiz. Endi shu matematika. Qarasanglar matematikalik narsalar hammasi mishada. Endi shuga o'zgarguvchi miqdor. Ya'ni biz qisqacha biz o'zgarguvchi deymiz. Endi xohlagan ism qo'ya olamiz. Endi mana o'zgarguvchi miqdor bor. Endi biz o'zgarguvchi miqdorni o'chirib olamiz. Siz ko'rgan bloklarni mishada cho'ng qilib, mishadan kichik qila olasiz. Endi men sizlarga qanday chiroqni yuritishni o'rgatib qo'yaman. Bularning har birisi pin deb chaqirildi. Chunki biz shunaqa bir ta sim qo'yamiz. Endi endi qarasanglar, biz 13 ni high qildik, ya'ni yondirdik. Arduino tilda high yondirilgan bo'ldi. Low o'chirilgan bo'ldi. Endi biz taqlidni boshlatsak, qarasanglar, zinna chirig'i yonyapti-da. Boshqa ish lekin o'chmayapti-da. Endi biz bir sekund saqlatib yana biz 13 ni o'chirib o'tsak bo'ldi. Shu texnikaning yaxshi yeri, siz buni bilsab, siz
kodni copy qila olasiz. Ya'ni siz birmuncha kodni bloklarni bilmishida ozishingiz lozim emas. Biz buni local qilsak o'sha 3'idi. Endi qarasanglar, mushu yonda ondan o'chdi. Yonda ondan o'chdi. Mana bu yerda birmuncha narsalar bor. Lekin savollar bo'lsa, bizningki to'rt betimiz mangucheck.com ga berib, programma asoslari degan qarsangiz bo'ldi. Programma asoslarida qaysi xil kod bor, kodlarni qanday ishlatamiz, hammasi mishir yoziqliq. O'ng tarafida C++ kodi, sol tarafida bloklari bor. Ondan Tinkercad'da bossangiz Tinkercad'ni ishlatishi yordamida bor. Maqolsa savollar bo'lsa, sizlar mishaga yozsanglar bo'ldi. Mishaga isminglar, ilxatinglar ya email, ondan shaharinglarni yozsanglar bo'ldi. Ondan nima o'ylagan bo'lsanglar mushu yerga yozib, ondan avatini bossangizlar bizga avatildi. Aql amsa. Xo'sh, Alloh